Hammaga salom obunachilar. Bu Rio Play kanali yangi videoga xush kelibsizlar. Xullas, bugungi videoda biz Life Alone o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Joyingizga yaxshilab o'tirib olgan bo'lsangiz, videoni boshladim. Ovozim o'zgargan bo'lishi mumkin, chunki hozir grippman. Video ideyasiga kelsak, Ori Play o'ynagan ekan. Shuning uchun men ham o'ynashga qaror qildim. Xullas, video 5 kun oldin olingandi. Kech qo'yilyapti, sababi montaj qilishga eringandim. Men albatta o'zi bir 4 ta qismga bo'lib chiqaramiz shekilli. Va shu uzun bo'lib ketdi video. Zerikib qolmasliklaring uchun videoni ko'pini qirib yuborib qo'shiq bilan qo'yib yuboraman agar yo'q demasanglar, balki yo'q demaysizlar. Menimcha o'yinga keladigan bo'lsak, juda yaxshi o'yin ekan, lekin boshi qiyinroq. Bittalab biriktiramiz, keyin sekin-sekin kuchaytiramiz. Kuchaygandan keyin tezroq yig'ishni boshlaydi. 10 talab. Orqa taraflarda ham joy bor ekan. Itlarni ham tozalash kerak. Vashshi ko'p vaqt ketadi. Kanalga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yinglar, komment yozib qo'yinglar fikringlarni. Keyingi qaysi o'yin bo'lsin? Fikringlar men uchun qiziq. Xolos, menimcha videoni yana tezlashtirib yuboramiz, chunki kuchayguncha. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, tomando, vai jogando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum Adashmasam balki $2 $3.49 sent ekan. Uzr 2 deb o'ylabman. Garajni eshigi ochiq qani. Sifirga qancha ekan? $7.49. $7.50 sent qo'ysa nima ekan? Paratolar teng bo'lib, bu videoni ko'p qirqishim mumkin, boya aytganimdek, chunki video juda uzun bo'lib ketsa ham zerikarli bo'ladi-da. Shunda aytib qo'yapman, videoda ko'p qirqib yuborishim mumkin. Adashmasam 1% qilib qo'ydi-yu, betlar tozalab, tomog'im og'riyapti. Ovozimga e'tibor bermaysizlar. Gripp, tomoq og'rig'i. Endi qish bo'lgandan keyin kasal bo'ladi odam. Yaxshi o'yin qor terishmas bo'lsa, donalab qor tersak nima bo'lar ekan? Tasavvur qilyapsizlar? Donalab qor tersak qo'limizda bir hovuchi bir 1000 tadan ko'p bo'lsa kerak. Shuncha joy tozalab chiqsa agar bitta donalab bargmas qor tersak agar. Voh. Mayli. vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando, tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum balançando. Va nihoyat Sparkiga pul yig'dik. Mana endi Sparkish boshlaymiz. Sparklar qorayib qolibdimi? Mayli. Muhimi tozalasak bo'ldi-da. O'yinda bironta bagi bor. Balkim
Kursaklarni yoptirib olaylik oldin. Osonroq bo'ladi. Xo'sh, qani. Oldin tepalarni yoptirib olaylik. Yere hech tugamadi-da. Voy deb. Sizlar buni ko'rib olsan deb o'ylamaylar. Vashshi qiyin bu barglarni yig'ish. Boshda og'ritib yuboradi. Oxirgi barg. Voy bo'ldi. Nimadir ochildi. Короче, chap tugmani bossak, mishkan chap tugmasini bossak qoplarni yig'ib tashlab qo'ysa bo'lar oldiga. Hozir shuni ko'ramiz. Ni? Rostdan bo'lar ekan. Endi buni qopga tashlaymiz. $2 verar ekan bitta qopdagi. Nima? Sug'urib oldi. Pulimni olib qoldim bu. Ma'lumotlarni yig'ishtiraylik. Hozir betlarni tozalab olib, keyin garajgacha tozalayman qolgan joyini kelasi videoda ikkinchi qismda chiqaramiz. 4 ta qismli bo'ladi. Va 3 tani. Aytyapman-ku, o'yin juda uzun. Anchayin uzun. Sizlar o'ylagandan umidlarni kuchaytirsa bo'lar ekan mana. Mana ham sotsa bo'lar ekan. $3 deymi? Qachon bitta joyga yig'ib bo'laganman shuncha barzoq. Yuraklarim siqilib ketyapti bularni ko'rsam. Hali orqa taraflar garajda oldi. Mayli, shuncha harakat uchun bitta like qo'yinglar videoga. A few moments later. Aynan mana shu plashatkadagi nima? Basketbol plashatkasidagi barglarni yig'ib bo'ldik, mana oxirgilari qoldi. Mana shu kelasi. Bo'ldi, bu yer toza, endi qoplarni olib borib tashlaymiz. $4 bo'ldi. $2 beryapti bittasi. Ani mashdan turib ota olamizmi buni?
Birinchisi tushdi, qarang. Ikkinchisi tushdi. Uchinchisi yo tushdi. To'g'ri. Mashinasini ham tushirsam obuna bo'lasizlar. Yo tushdi, obuna bo'lasiz endi. Xo'sh, men bularni kuchaytiramiz. Bittadan kuchaytirish ketdi. Qani. Endi sal bo'lsa ham ko'proq barg tashlayapti mana. Yig'ayapti deganim, tashlayapti desa. Morning sunshine. Morning sunshine. Good morning. Xullas ko'p aytadigan bo'lmadim, chunki budilligim har kuni ertalab qo'shadi, chaladi, miyani qing'illab qo'yadi. Men hozir shu ovozni qo'yib yuboraman, beshikimni mashina. Morning sunshine. Morning sunshine. Good morning. Xullas shu qo'shiq edi. Qo'shiq emas endi, prosta gap. Kimni gapi shu da men karislarga qiziqaman. Karislarga qiziqar ekan. Tosh ot. Mayli, o'yinda chetlashmaymiz. Oy, bittagina joy qoldi, shuni ham tozalab qo'ysak, keyin garajga o'tamiz. Ana faoliyat. Masjidga borsak, o'zi so'rib oladi barglar. Allaqachon tortib olishni boshladi-yu. Mayli, jichagina sabr qilib turaylik. Hammasi bo'ladi. Hammasi kirib ketadi. Ana endi hammasini to'g'ri bo'ladi. Mana ketdi. Durrillab ketdi. Garaj. Yap, qaranglar, xuddi garaj qayerda qochib ketaveradiganday gapirishim. Yo'q, xudoga. To'rttagina barg qoldi-ku, shuni ham tortib o'tirmasda. Tez bo'ladi desa. Mayli, aytganlaringni qo'lda teramiz. Voy, mak. Video olayotgan paytim doim shunaqa bir balolar bo'lib, mak bo'lib qolaman. Men aybdor emasman bunga. O'zinglar aybdorsizlar. Bo'ldi, endi garajga o'tamiz. Bar tashlagan. Bet ochildimi? Yo'q, bet hali ham ochilgani yo'q. Garaj ochamiz. Mana basketbol to'pi. Tushirishga harakat qilamiz. Bu bittada tushadi, hozir qaranglar. Bittada tushdi, ko'rdinglarmi? Rasm, balonda rasm. Qandaydir devorda rasmlar, raqamlar, mashinaniki. Menimcha
uyda rosa ko'p mashina bo'lgan. Voy voy. Ko'pligini qaranglar. Qachon bo'lamiz bu kechda? Garajda tagida podval ham bor ekan. Podval nima? Zakladmi? Zaklad deydi. Nimadir-da yozib qo'yinglar kommentga. Mayli, ko'p gapirmasdan yig'ishtiraylik. O'yinda oxiriga keldik-ku. Tezlash. Yuragim siqilib ketdi. O'yinni bemalol Steamdan skechab qo'ysanglar bo'ladi. Live in alone deb yozsanglar chiqadi. O'yinni Steamdagi narxi esa $4. Xullas, kuzatganinglar uchun rahmat. Sizlar bilan Uplay kanalida kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.